4-Stars. Albatta inson bu borlikdagi yaratilingan mavjudotlarni eng afzalidir. Biron ustunliklari sabablik kichkina jamoa ichida afzalligini his qilayotgan inson o'zini afzal bo'lishlikka sabab bo'lgan narsani yaxshi biladi. Lekin shuning bilan bir vaqtda koinot va yerdagi Alloh taolo yaratgan ulkan jamoa ichidagi afzalligini his qilmaydi. Bunga sabab bu ulkan jamoa ichida afzal qilib turgan narsani bilmasligidir. Agar inson bu narsani bilganda, bu ulkan jamoa ichida afzalligini his qilgan va bu borlikni haqiqiy xalifasi bo'lib yashagan bo'lar edi. Buni ushbu misolda osonroq tushunishimiz mumkin. O'zini boyligi yoki bilimi sababli kichkina jamoa ichida afzallikka erishgan inson o'zini afzal qilib turgan narsani yaxshi biladi. Va albatta, bor kuchi bilan uni kuchaytirishga urinib, o'zini shu jamoani shoqchidek tutadi. Va bu jamoa a'zolari unga buysunadilar. Shuning uchun barcha yaratilgan mavjudotlar ichida insonni afzal bo'lishiga sabab bo'lgan narsani bilish o'ta muhimdir. Moddiy jihatdan inson bu borlik bilan umumiydir. Chunki inson tanasi barcha moddalar buysunadigan qonunlarga buysunadi. Masalan, o'tda yonadi, sovuqda muzlaydi, suvda chukadi va hokazo. Tiriklik jihatdan inson hayvonot va o'simlik dunyosi bilan bir xildir. Ya'ni barcha tirik jonzotlar buysunadigan qonunlarga buysunadi. Masalan, chankasa suv ichadi, och qolsa oziqlanadi, o'sib ulgayadi va vafot qiladi. Lekin fikrlay olish qobiliyati va aql idrok bu borlikda faqat insonga berilgan ne'matdir. Faqat shu bilangina inson boshqa mavjudotlardan farq qiladi va faqat shugina insonni boshqa mavjudotlardan afzal bo'lishiga sabab bo'lgan narsadir. Garchi inson o'simlik kabi oziqlansa-da yoki hayvonlar kabi ustursa-da, u bu ishlarni o'z aql idroki bilan shunday go'zal suratda amalga oshiradiki, bizga mana shunday go'zal hayotni taklif qilgan mehribon va rahimli Allohga hamd va sano bo'lsin. Xulosa qilib, shuni aytishimiz mumkinki, aql bu insonning o'z tiriklik hujjatlarini amalga oshiradigan asbob kabidir. Lekin inson bu asbobdan tuguri yoki notuguri foydalanishi mumkin. Inson bu asbobdan notuguri foydalanish oqibatida hayvondan ham tuban hayot kechiradi. Agar inson bu asbobdan tuguri foydalansa, u farishtalardan ham afzal bo'lib, bu hayotda xalifa bo'lib yashaydi. Shuning uchun aqldan qanday foydalanishni bilish juda muhimdir. Bu esa bizni aql nima ekanini qay darajada bilishimizga bog'liq. Masalan, sizning avtomobilingiz bo'lsa-yu siz uni qanday vazifa bajarishini bilmasangiz, undan tuguri foydalana olmaysiz. Boshqacha qilib aytganda, avtomobilingiz o'z vazifasini bajarmaydi. Va garchi avtomobil sizniki bo'lsa-da, siz uni haqiqiy egasi bo'lmaysiz. Inson aqli ham shu avtomobil misoliga o'xshaydi. Lekin inson aqli o'z vazifasini bajarmasligi inson uchun katta baxtsizlikdir. Chunki uni vazifasi Allohni tanishdir. Inson faqat o'z aql idroki bilangina o'z yaratuvchisini taniydi. Garchi aql har bir insonda bor bo'lsa-da, kim uni nima ekanini va qanday vazifa bajarishini bilmasa, u aqlini to'g'ri boshqara olmaydi va o'z aqlini haqiqiy egasi bo'lmaydi. Bunday inson misoli kur kimsaga o'xshaydi. U yaratuvchisini tanimaydi va o'z nafsini kuliga aylanadi. O'zidagi aql ne'matini va undagi go'zal qonuniyatlarni bilgan inson uni haqiqiy egasiga aylanadi. Bunday insonni aqli o'z vazifasini bajaradi. Ya'ni u o'z yaratuvchisini taniydi. Bu esa o'z navbatida iymonni komillashib borishiga olib boradi. Bunday inson hayoti faqat Allohning buyruq va taqiqlariga rioya qilib yashashdan iborat bo'ladi. Qur'on Karimda aytiladiki, Muhammad alayhissalom: "Axir sizga Parvardigoringiz tomonidan nozil qilingan narsa aniq haqiqat ekanini biladigan, iymon keltiradigan kishi ko'ngil kuzi kur kimsaga o'xshaydimi?" Bu oyatlardan.
Faqat Allohga bergan ahdlariga vafo qiladigan va misoq va'dalarini buzmaydigan aql egalarigina eslatma olurlar. Rad 19-20. Xulosa kelib, shuni aytishimiz mumkinki, kimki islomga muvofiq hayot kechirishlikni istasa, u avvalo o'z aqlini haqiqiy egasi bo'lmogi lozimdir. Chunki faqat aql egalarigina hayotdagi har bir voqeada o'z yaratuvchisini taniy oladi. Qur'on Karimda aytiladiki, albatta osmonlar va yerning yaratilishida, kecha va kunduzning almashib turishida, dengizda odamlarga kerakli narsalarni olib turgan kemalarning suzishida va Alloh osmondan tushirgan u sababli ulik yerni tiriltirib, bir jonzotni yer yuziga tarqatib yoyib yuborgan suv degan ne'matda va shamollarning yo'naltirishida, osmon va yer orasidagi itoatgo'y bulutda. Bularning hammasida aqlli kishilar uchun oyat alomatlar bordir. Baqara 164.